Toshkentda Kengoy Osiyo chempionati bo'ladi. Shunga yo'llanma oldi-da. Shu musobaqada urushadi, xudo xolasa. Harakat qilib, unda ham rezultat qilamiz. Prestige School o'quvchisi, meni shogirdim Shamsiddin Fazliddin O'zbekiston chempioni bo'ldi. Hamma eshitdimi? Ellatim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Meni elim, g'ururim, jonim xudon bo'lsin agar u meni kamda har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam xotirjam o'zbekim meni millatim donishmand devonxonam. Farg'ona viloyati o'zining nomidan Qo'may Moshni dollar Ibn Sino bobolarim Hazrati Naqshband darajati ulug'lar balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham ayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan hammalaringga nima demoqchiman? Ko'rib turibsizlar. Mana natija mehnat qilgan odamda bo'ladi. Hammalaring inshaalloh faqat sport yo'nalishida emas, kelgusida o'qish yo'nalishida, mehnat ta'lim yo'nalishida ham xudo xohlasa yuksak darajaga erishib, sertifikatlar olinib, inshaalloh chet ellarga borib tilab qolamiz.